Кругойда ахвал кандай? Oş oblasına Qanday ahvol? Qaraşlı Aravan rayonunun Gülbar Kermetog aile hökümetini tekşeriş gerek. Murdağı eski aile hökümetlerini kavilap çukup tekşeriş gerek. Azırgısın emas, Murdağı hökümetini tekşeriş gerek. Oşalarda öte çoğun kasiyaklar var. Başına bolğanda qancha jil? Oşonu tekşergen adam yok boludar. Qancha jil deb otam men sizga aytib otaman. Qancha jil? Beri jaq 10 jil. 10 jildan beri Aravan rayonundağı başka aile hökümetlerde dağı tekşeriş gerek qarab. Bunday janında bolsa kasiyak getirgen aile hökümetler köp da bizde dağı. Raduga, Barçın, Karven, Aziya Palas degan. To'g'rimi? Siz aile hökümetinde qancha yildan beri ishlab o'tasiz? 24 haftadan altan gelip Qancha yildan beri ishlab o'tasiz? 5 yıl oldu. 5 yıldan beri ishlab o'tasiz. 5 yıldan beri ishlab o'tasiz. 5 yıldan beri o'sha kelib, bir tüp gül egib qo'ydingizmi? İnsan çok oturup pançalar yedirişlerine çok. Necha o'zingiz qilmaysiz? Ya, necha o'zingiz qilmaysiz? Oylik bo'tdin, sizda byudjet bormi? Var. Byudjetingiz qancha? 153 milyon. 153 million ekan. Ushul Krugovoyni jasab qo'ygan qancha ақша ketadi? So'ning qilib tur, ushu Krugovoy so'ning qilib jasab, gullarni egib, bir 5-10 daraxtni egib, so'ning qilib, krasivый qilib jasab qo'ygan qancha ketadi? Asfalt bilan deb tabii 2-3 milyon so'm ketadi. Qanday asfalt bilan? Bu yerda asfaltni biz jasadik-ku buni. Krugovoyning o'zini qancha ақша ketadi? U o'zini. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Qancha ketadi ақша? Так, 1,5 milyon. Ey, sen osmonni qarab o'tasizmi? Ya. Sen qancha aytib o'tasiz 1,5 million deb? O'sha Krugovoyni jasab qo'yganga 50 ming so'm ақша ketadi. 50 ming so'm. Qayoqdagi 1,5 million, Uyalmayсыңбы? Tekerek çektim var mı? Uyalmayсыңбы? Men aytib o'taman саған, мына Krugovoyni ichini jasab qo'yganга. Ошол жерге bir 100 gül tegib qo'yish kerak. Bir 10 chaqti bag'daraq tegib qo'yish kerak. Tak. Suvni podvod etib qo'yish kerak bo'ldi. Bir 50-60 ming so'mning oylik ақша ketadi. 50-60 ming so'm ketadi. Ha sen 1,5 million deb o'tirasan. 153 million byudjeting bor ekan. Uyalmaysыңбы shuni qaraganda? Ya, uyalmaysыңбы shuni qaraganda? Emne degan yetakchisin sen? İştey turgan. Canın çıkarıp suğurup iştep oşul жерде. Mamleketke, elge, kızmat kılam degen jigitler işteş gerek. Sana okşop 50 ming so'mдықты 1,5 millionga жасайм дегенде жигиттер иштебеш керек. Вообще сен апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң.